Assalomu alaykum hammaga do'stlar, charchamayapsizlarmi? Hozir bir voqea bo'ldi. Yo'lda kelayotgandim, mashina o'zidan-o'zi to'xtadi. To'xtab qoldi, keyin qarasam remint uzilib ketdi. Remint uzildi. Hoziroq qoldi ustaxonaga. Usta aytqildim, haydab keling dedi. Haydab ketayotsam sekin uni ko'tara olmadi-da, tars suv yorilib ketdi. O'sha shilankasi. To'xtab turdim, endi nima qilaman deb mana shu Risiy bozorda oldi. Keyin ancha turdim, tars bitta Damas keldi. Aka, nima yordam dedi. "Yo, aka" dedim. "Hech nima" dedim. "Men bitta yo'li bor, tortib borish kerak" dedim. Ularda ham arqon yo'q, menda ham arqon yo'q. Keyin 5 minut deyishdi, shu bilan ketishdi. Yangi arqon olib kelishdi. Baraka topishsin. Shu bilan tortib mostdan chiqazib olib kelib qo'yishdi. Endi hozir ishxonada, ustaxonadaman. Ustalar bo'shashini kutib turibman. Shunaqa yaxshi insonlar ko'paysin, baraka topishsin. Alloh ishlarini rivojini bersin. Rahmat shu akalarga ham. Tuzatib olsak, xudo xolasa uyga qaytamiz. Sog' bo'linglar.